Bo'ldi, hop, mayli, rahmat, gaplashamiz. Assalomu alaykum, aka, zo'rmisiz? Alayhissalom akam, yaxshimisan? Qachon Sog'lig'ing yaxshimi, yaxshimi? ishlaringiz bo'lyaptimi? Bo'ladi, xudoga shukr. Nima kayfiyatingiz yo'q? Ko'rmaysanmi ukam? Hech qayerda ishim yurishmayapti. Hech bir tayinli ishda ham ishlolmayapman. Bilasan, farzandim bor. Oilaga ro'zg'orligi ham ushlab qolgan. O'shanga siqilib turibman ukam. Xohlaysizmi bo'lmasa birga ishlaymiz? Qanaqa ish ekan? Har kuni ertalab do'konlarga issiq va barakali nonlar tarqatamiz. Ham odamlar duosini olamiz, ham ishimizda ham barakasini beradi, xudo Voy, xohlasa. zo'r ukam. Nima deysan, bu ishni eplab keta olakanmanmi? Ha, xudo xohlasa odam qilgan ishni odam qilyapti-ku, biz ham eplab ketamiz. Zo'r bo'lardi ukam, yordam qilsang, minnatdor bo'lardim. Bo'ldi aka, bo'lmasa ertalab xabarlashamiz. Bo'ldi ukam, rahmat. Addushi.